Bugungi videoda sizlarga atelyedagi ish jarayonini ko'rsatmoqchiman. Chunki ko'p tikuvchilar individual buyurtmalar bilan ishlasa ham, aslida bu jarayon qanday to'g'ri tashkil qilinishi kerakligini bilishmaydi. Bu videoda siz buyurtma qanday boshlanishini ko'rasiz. Avval mijozni aniq o'lchamlariga mos asos andaza quramiz. Keyin shu asos andazaga modellashtirish chiziqlarini kiritamiz. Ya'ni andazaga kerakli o'zgartirishlarni kiritamiz. Undan keyin matoni bichamiz, primerka qilamiz va keyin esa tayyoriga tikamiz. Umid qilamanki, bu video sizlarga asos andaza nima ekanligini, nima uchun kerakligini va uni qanaqa afzalliklari borligini tushuntirib beradi. Asos andaza qurishni bilish individual buyurtmalar bilan ishlashda juda muhim ko'nikma ekanligini tushunasiz. Chunki aynan shu bilim sizni sifatli darajaga olib chiqadi va mijozlar bilan professional ishlashga yordam beradi. Orqani belgicha masofasini belgilaymiz, nuqta qo'yamiz. Belgilagan nuqtamizdan gorizontal chiziq chiqaramiz. Bu joyda ham chiqaramiz. Qisman orqa bo'lagi uchun. Mana bu chiziq bo'ylab ko'krak chizig'ini topish uchun uni hisob-kitob bo'yicha nuqtamizni belgilab olamiz va gorizontal chiziq tutqizamiz. Endi mana shu setka kengligimizni topib yopib olishimiz uchun formula bo'yicha hisob-kitob qilamiz. Ko'krak chizig'imiz bo'ylab setkani kengligini topib yopamiz. Nuqta qo'yamiz va bazaviy setkamizni chegaralovchi chiziq bilan yopamiz. Orqa kengligimizni topganimiz bo'yicha, nuqta bo'yicha belgilab, tepaga vertikal chiziq o'tkazamiz. Bo'yin aylanasi bo'ylab belgi qo'yamiz va yelka chizig'ini o'tkazamiz. Mana bu joyda vitichka uchun belgi qo'yamiz. Vitichkamizni chuqurligi bo'ylab belgilab, vitichkani quramiz. Yelkada orqa yelka vitichkasi qurildi. Mana bu masofamizni tekshiramiz va bu tomonga bir xil qilib o'tkazamiz. Endi yelka bo'ylab birlashtiramiz. Bo'yin aylanasini ravon chiziq bilan chizib olamiz. Endi oldi kengligimizni topamiz va nuqta qo'yib, old kengligi bo'yicha vertikal chizig'imizni chizib olamiz. Mana bu joyda yon chizig'imizni topamiz. Va yon chiziqdan bel chizig'imizni 1 sm ga tushiramiz. Endi oldi balandligimizni topib, oldini belgicha bo'lgan masofani belgilab qo'yamiz va ba'zida setkamizni tepa qismini yopamiz. Mana bu joyda bo'yin aylanamiz qancha bo'lsa, oldiga ham shuncha qo'yamiz va pastga shunaqa belgi qo'yamiz. Bo'yin aylanasini old bo'lagi bo'yicha ravon chiziq bilan birlashtiramiz. Vitichka uchun masofa belgilaymiz va vitichkamizning balandligini qurishni boshlaymiz. Ko'krak markazini masofasini topamiz. Vitichkamizni qurish uchun to'g'ri chiziq bilan belgilab chizib olamiz. Vitichkamizni bir tomonini chizib oldik. Endi mana bu joyga tasdiqlangan masofani qo'yamiz va yelka chizig'imizni chizib olamiz. Shu holatda chizamiz. Endi mana bu joyga vitichkamizni chuqurligini topib olamiz va mana shu vitichkaning ikkinchi tomonini chizig'ini chizib olamiz. Orqa vitichkada tekshirganimizdek, vitichkamizni tomonlarini, uzunligini tekshirib olamiz va chizib belgilaymiz. Mana shu joyda yelkani qolganini chizib olamiz. Yelkamizni kengligini tekshirib olamiz va yopamiz. Proymamizni chizishni boshladik. Proymani chizig'ini topish uchun mana bu joyda o'rtani 2 ga bo'lamiz va 1 sm ichkariga kirib, yotiq chiziqda belgilaymiz. Ravon chiziqda belgilab, proymamizni old bo'lak va orqa bo'lak bo'ylab chizib olamiz. Orqa vitichka uchun masofani topamiz va teng o'rtasini topib belgilab olamiz va vertikal chiziq o'tkazamiz. Millimetrovka qog'ozga chizganingizda bizda kattalarimiz tayyor turadi. Mana shu chiziqlarga tayanib, to'g'ri chiziqlarni bemalol o'tkazsangiz bo'ladi. Endi bel chizig'i bo'ylab orqa, yon va old bo'lak uchun vitichkalarimizni chizib olamiz. Vitichkalarimizni hisob-kitobini qilib oldik. Yon bo'lak uchun va old bo'lak uchun vitichkamizni chuqurligini belgilab oldik. Mana bu joyda esa orqa bo'lak uchun vitichka chuqurligini belgilab oldik. Ko'krak vitichkasidan 3 sm pastroqdan tushgan holatda va buksadan 4 sm tepaga ko'tarilgan nuqtalarni topamiz. Orqa bo'lakda ham xuddi shunaqa. Mana bu joyda ham 4 sm tepadan topamiz. Mana bu vitichkalarimizni chizib olamiz. Yon bo'lak uchun
Endi buksa masofasi bo'ylab hisob kitob qilamiz. Buksa masofasi bo'ylab razницani topib oldik. Belgilangan nuqtalarimiz bilan bu lineykada buksamizni birlashtirib olamiz. Mana bizda asosiy andazamiz tayyor bo'ldi. Endi buni kesib olamiz va bluzkamizni bichishni boshlaymiz. Andazamizni modellashtirib olamiz. O'sha fason uchun bizda beldan boshlab oldiga ochilish chizig'ini qo'yamiz. Chizib olamiz kerakli uzunlikda. Bluzkamiz ko'rsatilgan rasmdagidan kaltaroq bo'ladi. Biz o'sha pastdagi fason chizig'ini kiritib olamiz. Mana bu joyda zakrugleniya bo'ladi. Va bel chizig'idan kesib olamiz. Vitichkamizni yopamiz. Bu tomonga vitichkani ko'chiramiz. 4 sm deb chiziq tushirib olamiz. Vitichkamizni uchidagi nuqta bilan birlashtiramiz. Hozir bu vitichkani yopganimizda bu yoqqa ko'chadi. Bel qismini kesib olamiz. Bu tepadagi vitichka qoladi joyida tikamiz. Ana bunisini yopib olib modellashtirib olamiz. Orqa bo'lagimizda ham mana shu balandlikni belgilab olamiz. Bluzkamizni balandligini belgilab chiziq kiritamiz. Buni ham o'rtachasini kesib tashlaymiz. Orqasi lekin butun bichiladi. Bo'ynidagi stoykani bajarib olamiz. U uchun biz stoyka uchun bizda 4 sm chiqariladi balandlikka, to'g'ri chiziq va ichkari tomonga 1 sm kiramiz. Mana shu chiziq bilan birga birlashtiramiz bo'yin aylanasini. Mana bu joyda ham 4 sm belgilaymiz va mana bu chizig'imizni chizib olamiz. Mana bu joyda esa to'g'ri bizda reski pоворот qilib bo'lmaydi. Ozgina stoykamizni yotib holatda ravon chiziq bilan birlashtirib olamiz. Endi oldi chiziq bo'ylab xuddi shunaqa 4 sm ga ko'taramiz. Va 1 sm ichkariga kiramiz. Xuddi shu holatda bo'yin chizig'i bilan birlashtirib olamiz va ravon chiziq bilan chizib olamiz. Old qismida bizda zastёжка uchun 2 sm o'tkazamiz. Bir-biriga o'tib turishi uchun tugmacha, knopka va yana qanaqadir zastёжкаlar uchun chizib olamiz. Mana bu chizig'imizni dizayn chizig'imizni mana shu oldidagi bortga birlashtiramiz. Va stoykamizni mana shu zastёжкамizga taxminan olib kelamiz. Bo'ynimiz ham yopilib qolmasligi kerak. Agar bizda kiyim o'rtasi mana bu joyi tomog'ini o'rtasiga keladigan bo'lsa, stoykamizni yopgan paytimizda ozgina ko'rinib turishi kerak. Shuni hisobiga formani biz chiqarishimiz kerak. Juda ham ko'p yopib yuboradigan bo'lsangiz, bo'yni yopilib qoladi. Bu tomonini qilsak, qulayroq bo'lar ekan. Mana bu zastёжкamizni masofasiga olib kelishimiz kerak. Qarab chizib olamiz. Mana bo'ynimiz bo'ladigan bo'lsa, ozgina ochiq holatda qoladi. Yana primerkada ko'rishingiz mumkin. Yana ham ochiqroq holatda xohlasak, modellashtirib olishimiz mumkin. Mana bunaqa holatda qilsak ham bo'ladi. Bunisi emas, mana bunisi. Endi mana shu joyni o'zida biz tugmachamiz qayerda joylashishini ko'rib olishimiz kerak. Mana bizda ko'krak sentr grudi bo'ladigan bo'lsa, ko'krak markazimiz. Tugmacha birinchisi mana bu joyda joylashsa bo'ladi. Ko'krak joyingizda ochilib ketmaydi. O'shanga qarab mana bu fasonni liniyangizni chiqarishingiz mumkin. Tugmachalarning orasini 7 sm dan mo'ljallab qiladigan bo'lsak, mana demak bizda birinchi chizig'imiz to'g'ri ishlaydi, bu ikkinchisi noto'g'ri. Mana bu joyga birinchi petla, ikkinchi petla, keyingisi yana 7 sm da bo'ladi. Uchinchi petla va mana bu joyda 4-petla joylashadi. Petla bo'lmasa, knopka qilishingiz mumkin. Mana bu model chiziqlarimizni o'zimizning xohishimizga qarab, fasonga qarab chiqaramiz. Mana hozir kesamiz, model chiziqlarimizni qoldiramiz bichish uchun. Orqada vitichkamiz joyida qoldiramiz, tikmaymiz. Shuning uchun ignor qilib o'tib ketamiz joyini. Va stoykamizni kesib tayyorlab olamiz. Mana bu joyda vitichkamizni hozir yopamiz. Yoqa bilan birga kesib olib, stoyka yoqamizni formasini kesib chiqaramiz. Va vitichkamizni yopamiz. Mana bu vitichkamizni kesamiz. O'shanda bizda yoniga ko'chib o'tib ketadi. Mana. Endi oldi bo'lagini belda baskamizni kesib olamiz, chunki bu narsani fasonli liniya shaklida yoki bo'lmasam materialingizni chiqishiga qarab o'zingiz fasonli liniyalaringizni modellashtirib olishingiz mumkin. Mana bu joyda adashib ketmasligimiz uchun zigzagni yopib olamiz.
Belimizdan baskani kesamiz. Oldi bo'lagida belimizda chok bo'ladi. Mana andazamiz tayyor. Stoyka yoqamiz chiqarildi, orqada, oldida zastyoshkamiz bor, tugmachalarimiz belgilandi. Endi bichamiz. Yana bitta narsani etib o'tib ketmoqchiman. Mana bu joyda bizda bo'rt bichiladi. O'shani belgilab olamiz. 6 sm yoki 7 sm kenglikda qilaman. Mana bu zastyoshkamizga parallel holatda chizib olaman tepasini. Demak, baskamizni 2 qavat qilishingiz mumkin, astarib o'rnatishingiz mumkin yoki bo'lmasa xuddi shunaqa davom ettirishingiz mumkin. Mana bu joygacha aptachkamiz bichilishi mumkin. Demak, bu joyda ham yelkadan 4 sm. Mana bu nuqtamizni ko'rib turibmiz har doim. Mana shu joydan 4 sm masofada belgilab olishingiz mumkin. Mana bu bizada kiyim usti borti bo'ladi. Yoki aptachka kiyimga qanaqa. Orqada ham xuddi shunaqa. Yelka joyida 4 sm belgilaymiz. Mana bu qismi bizada aptachka holatda dublerien frizilin bilan ishlov berib bichiladi. Hozir mana shu joyda tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Yelkada spushinniy yeng effektini berishimiz uchun mana materialimizda hozir mana shu joyda qancha bo'lsa, bizda material ekonomliroq qilib bichish uchun joyida 5 sm kenglik davom ettiramiz yelkani va proyma bilan birlashtirib olamiz. Chiroyli forma qilib. Keyin mana shu chizig'imizni 1 sm pastga tushirilgan holatda chizib olamiz. Ana endi mana shu holatga qarab biz chok haqqa qoldiramiz. Mana bu joyda 0.5 qoldiramiz. Yelkada 1 yoki 1.2 qoldiramiz. Yelka chok haqqa mana shunaqa holatda qoldirasiz. Qolganini yana misol uchun bu joyda 1,5 sm chok haq, yonida 1,5-2 qoldirishingiz mumkin. Vitchkali o'z holati bo'yicha belgilanadi va buklovda andazamizni tekshirib olamiz. Buklovdan surilib ketmagan holatda keyin bichamiz. Andazamizni tayyorlab olganmiz. Bu yerda zastyoshkamizni hisobi bor. E'tibor bersangiz, ikkita detalimiz ham bir tomonga qaratib chizildi. Nima uchun? Bu narsa hammasi ko'rib turib bilinib qilindi. Materialimiz двусторонний, ikki tomoni ham bir xil. O'shaning uchun biz kichkinagina kusokdan qanaqa bluzka chiqarsa bo'ladi degan mavzuga ham tayanib, mana shu bluzkani bichib ko'rsatmoqchiman. Ikki tomoniga ham bir xil qilib joylashtirib bichildi, lekin buni biz ikki tomonni ham ishlatsak bo'ladi. Yana bitta narsaga e'tibor beramiz. Vitichkamizni ko'chirgan paytimizda bilamiz, uchigacha olib bormaymiz. 2 sm nariroqdan boshlab sentr vitichkasini belgilab turib, o'sha joydan boshlab tikiladi. Hech qachon ko'kragimiz uchigacha olib borib qo'ymaymiz. Maksimalni 2 sm yoki 3 sm gacha katta razmerlarda agar yoniga ko'chiradigan bo'lsangiz, mana shu vitichkani masofasini 4 sm gacha surishingiz mumkin. Bel chizig'ida vitichkamiz tikiladi va bu joyda mana oldi bo'lagida ham orqasini qandoq bichgan bo'lsak, xuddi shunaqa bichildi. Yelka chizig'imizda 5 sm to'g'ri yelka chizig'i bo'ylab davom ettirib olib, keyin 1 sm ga pastga chuqurlashtirib, yoysimon qilib yotqizildi. Chunki yelkada tikka bo'lib qolishi kerak emas va shunga munosib chok haqqi qoldirildi. Mana shu narsani hozir biz ikkitasini ham chizganmiz. Ikkalasini bichib olgandan keyin yon ustma-ust qo'yib turib, mana bu proyma chizig'imizni tekshirib bir xil qilib bichib olamiz. Baskamiz beldan pastiga ulanadigan baskamiz joyida qoldi. Mana ikkita detalimiz ham chiqdi. Demak, biz bu yerda podbordlarimizni boshqa materialdan bichamiz, отделкаларni chiroyli qilish uchun, chunki bu materialdan уже bizda yo'q. Mana orqa bo'lagimizni уже vitichkasini tikdik. Oldi bo'lagida hozir bel vitichkasini tikamiz, ko'krak vitichkasini tikamiz va belidagi baskasini ulaymiz. Keyin yelka bo'ylab ulab, yon choki bo'ylab ulab, primerka qilib ko'rsatib beramiz. Mana hammasi yaxshi, idealni turibdi. Yoqalar ham bu qotirilib tikilgan paytda bo'yinga moslanib, hammasi tikka chiqadi. Yeng proymalarimiz yaxshi. Mana bu joylari qiyaga bichilgani uchun bu narsani siz kasoybeka bilan обработка qilgan paytingizda o'zi yengga moslashib ketadi. Baskamiz uchun qo'shilgan qo'shimchamiz bor. Joyda qoladi, chunki mana shunaqa effekt biz qilganmiz, ozgina qo'shimcha qilish uchun.
yeng proymalarini mana bu joylarni kasobika bilan обработка qilasiz. Bu yerda vытяжкamizni hisobi bo'lmagani uchun, o'zida qoldirganimiz uchun bu yoqqa lishnis chiqdi. Bu hech narsa qilmaydi, qo'limizni harakatlanishi uchun. И kasobikada tikkan paytingizda ozgina yedirib olib tikasiz. Так можно. Немного. Нормально? Да. Все. Darsligimizdan foydalanib, modellashtirib tikkan kiyimlaringizni biz bilan bo'lishing.